Yaxshi yigit, katta shaharda bitta o'zingiz qo'rqmayapsizmi? Boring, yo'linizdan qolmay ketavering, men avtobus kutyapman. Mashinam avtobus bo'lmasa ham aytgan joyingizga olib borib qo'yadi. O'tiring. Yaxshi yigit, qayerga ketyapsiz? Qayerga olib borib qo'ying. Gap otmay haydab keting. Yaxshi yigitga o'xshaysiz. Ayrim qizlarga o'xshab yurib tashlab ketish emas maqsadim. Hamma qizlar shitib aytadi, maqsadim boshqa deydidagini, maqsad boshqa bo'lib chiqadi oxirida. Qo'ying, gaplashmayman. Bu taksilar shunaqa bo'lishini eshitdim. Men shu chiroyim bir kun boshimga bala bo'ladi-da. Shirinlikni oldi degan hamma narsaga rozi degani emas, men noto'g'ri o'ylab yurmang. Shirin ekan prosta. Ha, gap otganim yoqmadimi? O'zlaring-ku yo'lda chetda turgan любой qizga tanishmasa ham signallar bosib, tanishaylik, olib borib qo'yay deysizlar. Qalay bo'lar ekan? Keldik manzilingizga. Qarang, pulim yo'q edi-da, shuni boshqa yo'l bilan to'lasam bo'lmaymi? Tushunmadim. Ha, qanday bo'lar ekan?